Mana 508 ta 700 xazina inkubatorimizdan yana jo'jalar ochib chiqdi. Bedana tuxumlarni qo'yib qo'ydik. Mana bedana tuxumlar ochib chiqdi. Mana yana qolgan tuxumlar, bular bizning tuxumlar emas, odamlar olib keladi, ochib bering deb. Hozir qish kunida, qish boshlanisida dekabrdamiz. Ikkita odam olib kelib qolyapti, iloji ko'p qo'yapmiz. Natija zo'r. Jo'jalar mana kecha kuni o kunlari bir 3 ta odamniki oshdi, 95%, ikkitasini 3%, bittasiniki 95% oshdi. Bir kun svet o'chib qoldi. Ertamani kechga svet o'chib, mana dekabr kunida sovuq kunlarda tuxumlar hattoki o'ta ham muzlagandek sovib ketdi. Biz imkonimiz bo'lmay qoldi. Ertaman o'chib kechqurun yondi va shundan ham 5-6 kundan keyin jo'jalar 90%, ikkitasiniki 100%, bittasiniki 95% oshdi. Tuxumlari 20 ta, 15 ta edi. Urug'langancha hammasini ochib berdi. Har bir odamniki misol 15 ta, 20 tadan tuxum bor edi. Bu yerda ham shunaqa holat bor.